Savol: ba'zilarning mol-davlati, oilasi, umuman olganda hamma narsasi but bo'lsa-da, qalbini g'am-alam va siqilish egallab olgan bo'ladi. Buning sababi nima bo'lishi mumkin? Bori subhanahu va taolo kim mening zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga torchilik hayoti bo'lur va qiyomat kuni uni ko'l holida tiriltirurmiz dedi. Taho surasi 124-oyat. Yuz o'girsa degan so'zning ma'nosi nima bilasizmi? Ushbu qisqagina so'z takabburlikni ifoda etadi. G'aflatda bee'tibor bo'lsa degan so'zi bilan yuz o'girsa so'zi o'rtasida qanday farq borligini bilasizmi? G'aflatda qolishda bir narsani qasd qilish bo'lmaydi. Yuz o'girish esa takabburlik natijasidir. Falonchi bir narsadan yuz o'girdi degani, uni ushbu narsaga javob bermay takabburlik qilganiga aytiladi. Bu Alloh azza va jallaning bayonotidir. Kim mening zikrimdan yuz o'girsa, ya'ni uni mensimay takabburlik qilsa, albatta unga torchilik hayoti bo'lur. Allohning bayonoti ifoda qilayotgan torchilik hayotidan murod, siz u kishini hech narsasi yo'q, yeydigan taom ham topa olmaydigan faqir holda topasiz degani emas. Uning qo'lida ne'matlarning barchasi bo'lishi ham mumkin. U sizga ne'matlarga ko'milib xotirjam saodatli hayot kechirayotgan bo'lib ko'rinishi ham mumkin. Siz shunday deb o'ylarsiz, lekin uning qalbiga kirib quloq solsangiz, uning qalbini afsus nadomat siqib qiynayotganini ko'rasiz. Ha shunday, bu haqiqatdir. Kun kech bo'lib uyga kelganida uni g'am tashvishlar qiynashni boshlaydi. U yotgan joyida o'ngu so'liga ag'darilib, uxlay olmay qiylanadi. Bu tashvishlar qayerdan kelganini u bilmaydi ham. Ha, biz shunday insonlar borligini yaxshi bilamiz. Subhanalloh. Inson ko'ksining keng bo'lishi kaliti Allohning qo'lidadir. Uning kaliti sizning qo'lingizda emas. Katta boylik ham, keng uy-joylar ham, o'zi xohlagan chiroy va shakldagi ayol ham inson ko'ksini keng qila oladigan kalit bo'la olmaydi. Bu narsalar hech qachon uning ko'ksini keng qila olmaydi. Inson ko'ksining keng bo'lib, uning ko'ngli yorishishi olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taolo tomonidan keladi. الصفات التي تريدها تشكل مفتاحا لانشراح الصدر أبدا.